Sizni muammolaringizni hech qachon kelib boshqa inson hal qilib bermaydi. Hayotingizda qandaydir muammo bo'ldimi, bilingki, toqatingizdan ortig'ini bermaydi Robbim. Siz uni yecha olganingizni bilganligi uchun avval sabrni berib, keyin muammoni beradi. Lekin ba'zilar baxtsizman, nima gunohim uchun deb nolib tushkunlikdan chiqa olmaydilar. Mana shu joyda albatta bilim kerak insonga. Ilmi bor odam nima deydi? Bu holat meni yana ham cho'qqiga olib chiqishi uchun bir zina, bir harakat qilib ko'ray yana bir bor degan xulosaga keladi. Va siz bilan biz albatta mana shu ikkinchi yo'lni tanlashimiz kerak. Bilim olib o'zgarish uchun hech qachon kech emas. O'zgarish qayerdan boshlanadi? Mana shu joydan. Ya'ni fikrlashlarimizda. Hammasi qo'lingizda. Birovlardan kutuvlaringizni to'xtatib olib qo'ying bir chetga. O'zgalarni emas, o'zingizni kuzating. Bu juda muhim. Chunki amalingiz siz haqida barcha narsani gapirib beradi. Bilasizmi, qachon natijaga ko'rasiz, aytaymi? Qachonki e'tibor va diqqatingizni boshqalardan olib o'zingizga qaratishni boshlasangiz.